ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, qadrli opa-singillar, aziz onaxonlar. Ma'rifat chiroqlari shu'lasidan bahramand bo'lish istagi bilan radio to'lqinlarimizdan taralayotgan ovozimizni tinglayotgan siz azizlarning boringizga shukr. Kamtarona mehnatimizni e'tirof qilib, telefon qo'ng'iroqlari va maktublar orqali o'z minnatdorchiligingizni bildirar ekansiz. Bu e'tiboringizdan bizning ham ko'nglimiz tog'dek ko'tariladi. Eng muhimi bizni tinglab borayotganingizdir azizlar. Sizlarga yetkazib berilayotgan ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy, tarixiy manbalar, haqiqatlar qalbingizni zarra qadar bo'lsa-da yorishtirsa va kelajak avlod tarbiyasidagi zahmatingiz va jamiyat hayotidagi xizmatlaringizda az qotsa va yaxshiliklarga sabab bo'lsa, shuning o'zi Yaratganning marhamatidir barchamiz uchun. El u yurtning, vatanning ilmu ma'rifatli farzandlari, olim o'g'lonlari-yu olima qizlari qancha ko'p bo'lsa, uning kelajagiga bo'lgan ishonch ortib boraveradi. Shunday muborak niyat bilan eshitishimizdagi ma'rifiy hamkorlikni olib borayotgan, o'zidagi barcha ilmlarni bizlar bilan baham ko'rib kelayotgan islom ilmlari mutaxassisi Odinaxon Muhammad Sodiq ishtirokidagi yana bir suhbatimizni e'tiboringizga havola qilishni boshlaymiz. Marhamat, bizni tinglab, bugungi ma'naviy diydor onlaridan bahramand bo'ling. Odinaxon, assalomu alaykum, xush ko'rdik sizni. Bismillahirrohmanirrohim. Bashariyatga muallim bo'lishlari uchun anbiyolarni yuborib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ummatlariga Qur'on ta'limotini sharaf bilan yetkazib kelgan nabiyimiz Muhammad alayhisalomga salatu durudlarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan eshitishimizda Muso alayhissalom qissasida bayon etilgan voqea hodisalarning bugungi kun uchun chiqarilishi kerak bo'lgan umumiy xulosalari, ibratlari haqida suhbatlashgan edik. Ayni o'sha mavzu bugungi suhbatimizda ham davom ettirilishi ko'zda tutilgan edi. Demak, ayolning jamiyat hayotidagi o'rni, ya'ni oila va farzandlar tarbiyasidan tashqaridagi xizmatlarining dinimizdagi ko'rsatmalari qandayligi, e'tibor qilinishi kerak bo'lgan jihatlar haqida mulohazalarimizni davom ettiramiz. Marhamat. Jamiyatni ba'zi o'rinlarda ayollarga ehtiyoj bo'ladigan holati bor. Ya'niki o'sha ishni faqat ayollar bajarib bera oladi, erkaklar tomonidan uni bajarish mushkulroq. Mana shu jihatga tamoman muqobil jihatda yana g'uluvga ketib qolayotganlarni ko'ramiz. Ular haligi ayol orqasida teng huquqlikni da'vo qilib, erkak xohlaganda chiqib ketib, xohlagan ishini qilib kasb qilish mumkin bo'lganda, ayol hech kimga bu borada itoat qilish shart emas, unga vali ham kerak emas, o'ziga o'zi erkin, o'zini hayotini, rejasini o'zi qila oladi. Unga hech kim aralashish kerak emas. Nima uchun erkaklar ozod bo'lgandagina ayollar ozod bo'la olmaydi degan gaplarni aytadilar. Buni oqibatini ko'rib kelmoqdamiz. O'zlari ham ko'rgan bo'lishlari kerak. Oqibati nihoyatda achinarlidir. Bunaqa mutlaqlikni ham berib bo'lmaydi. Chunki biz baribir aql bilan yondashgan holatda inson ikki jinsdan va ayolning jinsi nimalardan iborat ekanligini yaxshilab tushunib olishimiz zarur. Ya'ni Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda marhamat qilib aytib qo'yibdi: "Va laysa zakaru kal unsa." Erkak ayol kabi emas. Buni biz aqlan tan olishimiz kerak. Chunki erkak boshqa, ayol boshqa. To'g'ri, insoniy jihatdan huquqlari bir. Lekin ayollarning o'ziga xos jihatlar bor, erkaklarning o'ziga xos jihat bor. Shuning uchun bu da'volarni qilayotgan insonlar bitta katta xatarli eshikni ochishadi. U katta xatarli eshik ana shu erkinlikni talab qilish muqobilida ayollarga o'zlarining toqatidan jinsi ko'tara olmaydigan ravishda vazifalarni yuklatib qo'yishadi. Erkin bo'ladigan odam bu degani chiqib ishlayversin, hech kimning izni kerak emas deyishadigan bo'lsa,
Buni ro'parasida ayolga ishlash shart degan, oilasini xurjunini ko'tarish, xohlasa-yu xohlamasa ko'chadan rizq topib kelib erini yoki bolalarini, oila a'zolarini boqish shart degan narsani qaydlab qo'yishadi. Bu esa juda katta xatardir. Bu aslida ayolni erkidan mahrum qilish mana shu jihatdan bo'ladi. Undan ko'ra ayolni e'zozlab, bu ona bo'ladigan yoki xonadonning sohibasi, zavja uyida bunga sharoit qilib berish kerak, yengillik qilib berish kerak, katta mashaqqatli ishlarga, xatarli ishlarga buni mas'ul qilib qo'ymaslik kerak deyilgan bo'lsa, o'sha shar'iy mezonga, shar'iy chegaralarga qarash kerak bo'ladi. Endi buni g'arb tomonidan chiqqan bu da'volarni muqobilida natijasini ham ko'rdik. Ko'pchilik e'tirof qilib, ayniqsa katta shaxsiyatlar, butun umri mashhur bo'lgan, chegarasiz ishlagan, o'zini ozod hisoblab, hayotini so'ngida qilgan xatolarini va e'tiroflarini izhor qilish oqibatida bu hayotda juda charchaganini, haqiqiy ma'noda ayol bo'lish istagida bo'lganini va bu orzu bo'lib, unga armon bo'lib qolganini ham aytib o'tishgan. Ba'zi bir ayollar esa o'sha namoyish qilib, noroziligini bildirib, biz ko'chaga chiqishni istamaymiz, biz ona bo'lishni istaymiz, zavja juft halol bo'lib, uyimizda sohibasi bo'lishini, erga ega bo'lishini, bir uyni gullatib o'tirishni istaymiz. Axir biz ayolmiz degan gaplarni gapirishgan. Nima uchun? Chunki ayolning haqiqiy talabi, ya'ni haqiqiy tabiati, jibiliyati mana shu narsalarni talab qiladi. Unga uy, oilaviy saodat, mehr, erkak kishining e'tibori, erkak kishini infoq qilishi, bolalarini e'zozida bo'lishi, bolalar uchun tinch sharoitda bo'lishi, muhabbat qurshab olishi va mana shu narsalarga har bir ayolimiz muhtoj ekanligida bizni hech shubhamiz yo'q. Shuning uchun ayolning ishlash masalasi, ozodlik masalasi haqida gapirganda mana shu jihatlarni ham e'tiborga olish kerak. Biz har qancha urinmaylik yoki bizdan boshqalar har qancha urinmasin, baribir oxir-oqibat ana shu ilohiy mezonga qaytmagunimizcha hech iloji yo'q. Odinaxon, dinimiz aqidasi asosida juda kerakli va ibratli mulohazalarni bayon qilib o'tdingiz. Ushbu haqiqatlarni anglagan va ayni paytda tinglaganlar albatta o'zlari va qiz farzandlari, ayollari uchun to'g'ri xulosa chiqarsalar ajab emas. Chunki juda ko'p oliy ma'lumotli qizlar, ayollar aynan oilaviy qarshiliklar sabab ham o'z mutaxassisliklari asosida faoliyatlarini olib bora olishmaydi. Ularga keskinlik bilan ishlash masalasida rad javobini berishadi. Demak, bu masala o'ylab, mulohaza qilib, xulosa chiqarishni talab qiladi. Endi yana bir masalaga alohida to'xtalishingizni so'ragan bo'lardim. Ya'ni qizlarni uzatish masalasi ham bugungi kunning qaysidir ma'noda og'riqli va hamon o'z shar'iy qoidasini batamom egallamagan masaladir. Va qizning vasiysi bo'lgan ota-onalarga kuyov tanlashda nimalarga e'tibor qilishlarini va bu masalada qizning ixtiyori haqida ham shar'iy hukmlarni bayon qilsangiz. Umumiy xulosa oladigan bo'lsak, solih kishilarni o'z ixtiyorlari bilan qizlarga kuyov tanlash mumkin ekanligi, shar'an bu joiz ekanligiga yana bir bor to'xtalib o'tamiz va bunga chiroyli misol keltiramiz. Hafsa onamizni birinchi turmush o'rtoqlari vafot etgandan keyin buyuk sahobiy Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qizlarini avvalo Usmon roziyallohu anhuga aytib ko'rganlar, uylanasanmi degan taklif bilan u kishi uzr bildirganlar. Undan keyin Abu Bakr roziyallohu anhuga aytib ko'rganlar, u kishi ham uzr bildirganlar. Shunda tushkunlikka tushib ketganlar. Endi meni qizimni shu odamlarga aytsam xohlashmadi deganlar. Lekin bu yerda bir ilohiy hikmat bo'lgan. Qarangki, ana shu shikoyatni qilgan paytlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hafsaga u ikkovidan afzal odam uylanadi. Usmon Hafsadan afzal odamga uylanadi deb bashorat beradilar va vaqt soati bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari uylanadilar. Mana shundan xulosa qilib aytiladi, ota o'zini qizini ahli solihga, ahli fazilga, ahli ilmga, ahli taqvoga o'zi taklif qilishi mumkin. Shuningdek, ayol, mo'mina ayol o'zi taklif qilishi ham mumkin. Bu hech ayb hisoblanadigan narsa emas. Bunga ham misol bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ayol kelib o'zini taklif qilganda u zot uzrlarini aytadilar. O'rlarga boshqa bir mo'min kishi u ayolga uylanadi va mahr ishlariga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari bevosita aralashib, nikoh ishini ham o'zlari amalga oshiradilar. Lekin bu jihatda ham mezon kerak, o'lchov kerak. Ixtiyor va erkinlik masalasi biroz qaltis vaziyatlarni ham yuzaga chiqarishi turmush yo'llarida uchrab turadi. Ya'ni ayni erkinlikni noto'g'ri tushunish yoki haddan oshish, ixtiyorim o'zimda degan da'vo bilan afsuski hatto yaqinlarini uyaltirib qo'yish hollari ham yuzaga kelib turadi. Turmush qurishda ayol va qizlarga berilajak bu erkinlikning haddi va me'yorlarini va eng yaxshi qaror nimada bo'lishini maslahat bersangiz.
endi ayol kishi o'zi tegib ketsa bo'laverar ekan deb ba'zi ayollar hozir ixtiyorim o'zida ekan deb turib bu ma'noni ham suiiste'mol qilishyapti va oqibatida o'zlari kuyib qolishyapti. Shar'iy jihatdan ayol kishi ahli salohni topadigan bo'lsa, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarida umuman shubha gumon bo'lmagan. Shuning uchun borib o'zini taqdim qilgan. Lekin u zot uzrlarini bildirib, lekin falonchiga tek deb aytganlaridek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalari, nasihatlari darrov olinadi, u ayol olgan. Bunda kam bo'ladigan joy yo'q. Lekin hozirgi ayollarimiz tanimagan, bilmagan kishiga ishonib qolib, o'zini ahlidan bekitib, hattoki yosh qizlarimiz ham turmush qurib olayotgan, o'zim haqdor ekanman, ota-onani gapi shart emas ekan, roziligi shart emas ekan degan gaplar orqali nihoyatda noqulay vaziyatlar yuzaga chiqyapti. Shu sababdan to'g'ri, palonchiga tegish maqsadi bo'lsa aytish joiz, lekin bularni tajribadan kelib chiqib aytamizki, ota-ona yordamida yoki kattalar yordamida amalga oshirgan yaxshi. Ikki jihatdan. Bir jihatdan erkaklarning tajribasi bu borada kattaroq bo'ladi. Chunki ayollar ming dono bo'lsin, bilimga ega bo'lsin, erkaklarning haqiqiy tabiatini bilmaydi. Uni faqat erkaklar o'zi biladi. Ana shu tabiatini bilgani uchun erkaklar tavsiya qiladi, o'rganib chiqishadi, munosib bo'lsa mayli deyshadi. O'zi erkaklar ham allanib yoki ishonib qolayotgan joylari, o'rinlari ko'p bo'lyapti. Bunga yana bir misol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir sahobiy ayol borib, ikkita erkakdan sovchi kelyapti, qaysi biriga tegay desa, birinchisi jahldor, hassasini yelkasidan qo'ymaydi, ya'ni ko'p uradi degan ma'noda aytganlar. Bittasi o'ta qashshoq. Shuning uchun ikkalasini ham tavsiya qilmayman deb falonchiga turmushga chiq deb aytganlar. Mana shunaqa erkaklarning tavsiyasini olish kerak. Bu ma'noda hozirgi ayollarimiz o'z bir bo'lmasinlar. Shikoyat qilgan paytlarida menga u deganda, bu deganda ishonib qopman deb o'sha uylangan odamni o'zini aytishadi. Uylanadigan odam maqsadiga erishib olish uchun har narsani aytishi mumkin. Shu sabab bunda o'zini yaqinlari deyotganimiz, o'zini yaqini hech qachon o'zini yaqiniga yomonlikni ravo ko'rmaydi. O'shaning uchun omonat bilan yondoshishadi. Buni erkaklarga qo'yib bergan yaxshi. Odinaxon, garchi ayolning munosib kuyovni uchratganda o'zini taqdim etishi shar'iy huquq bo'lsa-da, bizning jamiyatimiz va odamlarimiz buni hazm qilishi qiyin bo'lsa kerak. Ya'ni milliy qadriyatlarimizdan olingan tarbiya, or-nomus, uyat masalalari baribir ustunlik qilaveradi. Bunga nima deysiz? Bizni jamiyatimizda hali ayollar chiqib o'zini taqdim qilishiga ko'pchilik odamlar tayyor emas. Aslida joiz, qilsa bo'ladi. Bu narsani ham boshlab o'sha sunnatda bo'lgan holatlarni ko'rsatib berish kerak. Lekin hozirgi holatimizda uncha ham odamlar buni to'g'ri tushunib yetishayotgani yo'q. Ayol o'zini taqdim qiladigan bo'lsa, buni ba'zi erkaklar suiiste'mol qilyapti. Ya'ni uni qadrini tushirishga buni o'zini ziddiga ishlatishadi. Sen o'zing kelib tekkansan. O'zi kelib tegdimi, bu ayolga nisbatan men bechegara nima qilsam bo'ladi degan xulosaga ham kelib qolishyapti. Mana shularni e'tiborga olgan holatda ayollarimizga garchi biror bir insonga turmushga chiqish niyat paydo bo'lsa ham valiylar orqali, yaqinlar, solih kishilar orqali, tajribali kishilar orqali amalga oshirishlarini tavsiya qilamiz. Muso alayhissalom qissasida ayollar mavzusida kelgan masalalar shu qadar ko'p ekanki, albatta bu haqida har kim bilishi va to'g'ri xulosa chiqarishida asos ham qilib olishi mumkin ekan. Keling, shu o'rinda yana ushbu qissaga qaytsak-da, u yerdagi umumiy axloqiy masalalarga to'xtalib o'tsak. Bu yerda yana qisqa qilib ba'zi bir jamlangan odob, axloq, nasihatlarni eslatib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda xayrixohlik masalasi bor ekan. Bu Muso alayhissalomga ogohlantirishga kelgan kishi tomonidan tushunib olamiz. Ya'niki Muso alayhissalom haligi Qibtiyni o'ldirib qo'ygan paytlarda va Fir'avnning ayollari tomonidan yig'ilishib, u kishini yo'q qilishga chora-tadbir qilinayotgan paytda xabar topib qolgan odam darrov kelib Muso alayhissalomga buni xabarini berdilar. Bundan biz o'zimizga ibrat qilib olishimiz kerakki, biror bir musulmon birodarimiz xatarda bo'ladigan bo'lsa, albatta uni darrov ogohlantirib qo'yish kerak. Shuningdek, yaxshilik qilish ma'nosi. Masalan, Muso alayhissalomning holatlarini aytib o'tdik. O'zlari qochqinda, qo'rquvda, charchoqda, mahrumlikda turgan paytlarga qaramasdan, ikkita muhtoj bo'lgan ayolni ko'rish bilan yaxshilik qilish, ularga yordam berish maqsadiga o'tdilar. Bu ham bizning shariatimizning xususiyatlaridandir. Albatta, mu'min inson boshqa mu'min insonga nisbatan yaxshilik paydo bo'lish kerak. Bu borasida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning targ'ibotlari ko'p. Ya'niki bir tushib ketgan narsasini uzatib qo'yishda, markabiga minib olishida, yordamlashishida, o'zini idishidan bo'shatib birodarini idishiga suv quyib berishda ham ajr savoblar bordir. Shuningdek, yaxshilik qilinganda uni muqobilida albatta rahmat, shukr keltirish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida odamlarga rahmat demaydigan, shukr keltirmaydigan Allohga ham shukr keltirmaydi deb aytganlar. Buni ham oyat karimalarda ma'nosini topdik. Muso alayhissalom yaxshilik qilganlari uchun Madiyanning solih kishisi ularga ham
yaxshilik qilgisi keldi va qizlarini chorlab kel deb yubordi. Bugungi kunda butun dunyoning xastaligiga aylangan erkak va ayolda tanqislikka uchrab borayotgan bir dard, ya'ni hayo va ipo, or nomus mavzusining ham Muso alayhissalom qissasida juda go'zal aksini ko'rishimiz mumkin bo'ldi. Ya'ni Madyanda u zotga uchragan qizlar aynan hayosi bilan ushbu qissaning bezagiga aylandi desak xato bo'lmasa kerak. Qizlarni tarbiyalashda bu boradagi o'rnak ham juda ahamiyatli. Hayo to'g'risida ham juda ko'p gapirishib o'tdik. Bu borada birinchi o'rinda bizga go'zal o'rnak bo'ladigan Rasuli akram alayhi salavatulloh va salamu eng go'zal namunadirlar. U kishini bokira qizlar kabi hayoli ekanliklarini vasfi kelgan va hayoni bizning shariatimizda iymon sho'balaridan biri deb e'tiborga olingan. Bundan tashqari quvvat va omonat ma'nosini ham aytib o'tdik, chunki qizlardan biri Muso alayhisalom vasflagan paytda uni kuchli va ishonchli kishi deb aytdilar. Albatta bu ham mo'minlarda mujassam bo'ladigan, ayniqsa muomalatga kirgan paytda e'tibor beradigan jihatlar va bu ham mo'minning xususiyatlaridir. Albatta mana shu ikkita xususiyatni eshitgan bilgan kishi o'zida jam qilish maqsadida va harakatida bo'lmog'i lozim. Va yana aytib o'tadigan jihatimiz bu yerda mana shu qizlarni go'zal tarbiyotda o'stirishga ishora kelgan. Mana shu ikkita qizni borib erkaklarga qo'shilib ketmasdan, otalarini g'amini yeb katta bo'lib qolgan deb e'tiborga olib, otasi buyurgan ishni qilish uchun hayoda kelib, bu insonni chorlab borishi, undan keyin yana otasiga yordam berish maqsadida uni ishchi qilib oling deb tavsiyalar berishlari, oilasiga bo'lgan g'amxo'rliklari bu qiz bolani yaxshi tarbiya qilib kamolga yetkazganiga dalolatdir. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda qizlarning tarbiyasiga e'tibor qilib jalb qiladilar va bashorat qilib aytadilarki, ana shu yaxshi tarbiyada bo'lgan qizlar do'zaxdan parda bo'ladi. Opa-singillarning tarbiyasiga ham, erdan qaytib kelgan qizlarning tarbiyasiga ham ahamiyat berishga chorlaganlar. Odinaxon, eshitishimizning odatga aylangan yana bir juda manfaatli qismi bor. Ya'ni har bir ilohiy qissaning Qur'oniy haqiqati va o'tgan ahli kitoblardan o'tib kelayotgan noto'g'ri ma'lumotlardan tinglovchilarimizni ogohlantirishdek juda muhim masaladir bu. Muso alayhissalom sha'niga nomunosib to'qilgan rivoyatlar, asossiz xabarlar ham uchraydi va barcha ma'lumotlar ochiq bozorga chiqqan bugungi zamonda ulardan himoyalanish, ogoh bo'lish ham juda muhim. Qolaversa bu iymonni pok saqlash masalasi hamdir. Ya'ni biz faqatgina Qur'on xabar berganlariga ishonamiz va undan ogoh bo'lishimiz shart va zarur. Odatga ko'ra Qur'oni Karim haqida gapirar ekanmiz, o'sha Banu Isroil tomonidan, ahli kitob tomonidan, Tavrot deb, Injil deb atalgan, ichiga boshqa ma'lumotlar, noto'g'ri ma'lumotlar ham aralashib ketgan kitoblarda kelgan noto'g'ri xabarlarga umumiy nazar tashlab ketamiz. Muso alayhissalomni katta payg'ambarlardan bo'lganlari va zikrlari Qur'oni Karimda ko'p kelgan va Banu Isroilga payg'ambar qilib yuborganliklari jihatidan u zot boshqa kitoblarda ham mashhur bo'lganlar, zikrlari ko'p kelgan. Shu sababdan hammasini aytib o'tmaymizda, umumiy qilib xulosa qilib aytadigan bo'lsak, haqiqatda Muso alayhissalom to'g'rilarida ham noto'g'ri gap, nabiy zotiga to'g'ri kelmaydigan, umuman bir oddiy mo'min shaxs sifatida ham noto'g'ri gaplar ko'payib ketgan. Shulardan avvali o'rinda nasablari haqida yoki ota-onalari haqida aytilishicha, otalari o'z ammasiga uylanib Muso alayhissalom va Harun alayhissalom tug'ilganmishlar. Subhanalloh, astag'firulloh, bu gapdan bu nabiyga hech to'g'ri keladigan emas. Chunki o'sha paytda shu kitoblarning o'zida mening nikohi joiz emasligi, harom ekanligi aytilgan. Aytib turib, nabiyga qanday qilib buni nisbat qilib berish mumkin? Shuningdek, ba'zi o'rinlarda Muso alayhissalomni oddiy inson deb ketilgan, ba'zi o'rinlarda Harunni kohinlarni raisi deyilgan. Undan keyin opalari borligini aytib, uni oti ismi Maryam bo'lgani ham aytilgan. Ularga to'g'ri kelmaydigan ishlarni ham aytishgan. Birinchi rafiqalari, ya'ni Muso alayhissalomni o'zlarining qavmlaridan bo'lmagani uchun uni sig'ishtirmagani, Maryam bilan orasida ancha nizolar bo'lganini ham aytib o'tishgan. Ba'zi bir o'rinlarda Muso va Harun alayhissalomni kufr keltirganlarini ham aytishgan. Qanday qilib nabiy to'g'risida bu gaplarni aytish mumkin? Shuningdek, masalan, Muso alayhissalomni Tavrotni yozgan deyishadi. Ba'zi o'rinlarda Tavrot Muso alayhissalom haqlarida yozilmasdan, balki boshqa bir shaxsdan, ya'ni tilidan Muso alayhissalom to'g'rilarida hikoya kelganlarida bu kitobdagi gaplar hammasi ham ishonchli emas, ichida botillari ko'p ekanligiga ishora bordir. Va ba'zi o'rinlarda Muso alayhissalomga san Fir'avnni xudosisan degan joylari ham bor. Astag'firulloh, subhanalloh. Mana shunaqa holatlar va shuningdek haligi qavmlaridan buzoqni yasab uni xudo
deb ibodat qilishga chorlagan Harun alayhissalom deb aytishadi. Buni qilgan Qur'oni Karimda zikr kelgan Samiriydir. Harun alayhissalom nabiy bo'lib turib bunaqa ishni qilmaydilar. Endi bu narsalarni ko'p aytadigan bo'lsak, mana shunaqa botil gaplar, nabiy zotlarga to'g'ri kelmaydigan gaplarni aytib o'tishgan. Muso alayhissalom qissasida keladigan ayollarni faqat ijobiy obrazda tanidik va ulardan olajak ibratlarni o'rgandik. Ushbu ayollar haqida ham yolg'ondan to'qilgan, ularning sha'niga nomnosib kelgan rivoyatlar ham uchraydimi? Bizda hozir Qur'onda zikr kelgan ayollarga e'tibor beradigan bo'lsak, va mana 5 ta shaxsiyat keldi deymiz. Bu kichkina gap emas. Bu munosabatda o'tgan kitoblarda, ahli kitoblarning kitobida nima ma'lumotlar keldi desa, hozir biz aytib o'tgandekki, bu ayollarni ijobiy tomonini yoritib bermagan. Misol uchun, Muso alayhissalomning onalariga Alloh taolo tomonidan vahiy bo'lganini Qur'onda zikri keldi. Lekin bu jihatni u kitoblar umuman yoritmagan. Xuddiki onalari o'zlari ijtihod qilib bolasini bekitish maqsadida suvga oqizgandek qilib ko'rsatishgan. Asosiy xususiyatlarni ko'rsatishmagan. Va bizni islom dinimizda eng katta shaxsiyat deb ayollarning ichida e'tiborga olingan Osiyo onamizning shaxsiyatlari umuman zikri u kitoblarda kelmagan. Balki Fir'avnning qizi deb turib bir noma'lum ayolni zikrini keltirishgan. Shuningdek, qisman aytib o'tganimizdek, opalari ma'nosida Qur'oni Karimda juda go'zal, yetuk, itoatli, yaxshi qiz, yaxshi opa, ukasiga mushfiq va shu o'rinda dono deb vasflangan o'rinlarda keldi. Bu qizni ismini Maryam deb turib, qaytanga bir urushqoq, ba'zi o'rinlarda nabiy bo'lgan deb kelish. Ayol kishidan nabiy chiqmagan. Ba'zi o'rinda nabiy desa, ba'zi o'rinda Muso alayhissalom bilan urushib tortishgan, ba'zi o'rinda Harun alayhissalom bilan urushib tortishgan. Ko'p o'rinlarda Muso alayhissalomning birinchi zavjalarini chiqishtirmagan, bir ijobiy bo'lmagan rollarda aytiladi. Shuningdek, haligi ikki qizni zikri kelganda ham ular hayo bilan kelgani, tarbiyasi to'g'risida umuman ma'lumot yo'q. Shunchaki kelgani, ishtirok etgani, zavji bo'lganini umumiy, ya'niki bir ibrat oladigan jihatlar bilan yoritilmagan. Bu esa katta nuqson hisoblanadi va bu kitoblarga bo'lgan shubhani yanada ko'paytirib beradi. Eshitishimizga ajratilgan vaqt juda tez o'tib, tinglovchilarimiz bilan buguncha xayrlashadigan daqiqalar ham yetib keldi. O'ylaymanki, bugungi suhbatimizni ham tinglovchilarimiz yaxshi qabul qilishdi va o'zlarining ba'zi savollariga javob ola bilishdi va eng muhimi, bu boradagi o'z bilimlarini kengaytira olishdi. Odinaxon, salomat bo'ling. Mazmunli suhbat uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taolodan bu bo'lgan suhbatlarimiz manfaatli bo'lishini, ichidan mana shunaqa daqiq, nozik ma'nolarni chiqarib, o'zimizni hayotimizda tatbiq qilib borishimizni siz-u bizga muyassar aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Haqiqiy baxt va saodat qalbning o'z Parvardigoriga naqadar yaqinligiga ko'ra his qilinadi. Baxtni bundan boshqa joydan izlaydiganlar bilsinlarki, ular baxt deb o'ylayotgan tuyg'u shunchaki o'tkinchi xursandchilikdir. Qalbingizni o'z Robbingiz bilan qanchalik yaqin qilsangiz, dunyo xursandchiliklari ham, oxirat saodati ham sizni aslo tark etmaydi. Har ikki dunyoda baxt va saodat sizlarni tark etmasin azizlar. Qadrli muxlislar, siz ma'rifat chiroqlari eshittirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Muso alayhissalom qissasidan olinajak ibratlar va bu ibratlarning bugungi kun uchun ahamiyati haqidagi suhbatimizni tingladingiz. Eshittirishni Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Navbatdagi diydor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.